Hammaga assalomu alaykum akalar. Bugungi videomizda qanday qilib XM Broker'ni o'zini ilovasidan trade qilishni va obzorini ko'rib chiqamiz, pul kirgizib pul yechamiz. Undan oldin registratsiya o'tish uchun bu yerda mana qanday qilib XM Broker'i videolarimni kanalda ko'rib chiqsalaringiz bo'ladi. Mana akalar, tepadagi razdellardan boshlaymiz. Imенно описаниеda qoldirilgan ссылкамdan registratsiyadan o'tsangiz $100 tashlaysiz, $200, $500 tashlaysiz, $1000 deb shotga tushadi. Tepada realniy shot mana $23 bor. Videoda ko'rsatish uchun tashlab olganmiz. Ultra low shoti bor. Bu yerda eng kichkina spread komissiya bilan targ'ibot qilasiz. Konkurs degan joyi bor, eng qisqa joyi shu. Pul tashlamasangiz ham bu yerda demo degan joyi bor. Mana $25,000 gacha pul tashlamay, prosta 100 ta o'ringa chiqib olsangiz, eng zo'r 100 taga sizga pul beradi bu yerda. Registratsiya o'tib olganmiz, hammasi yaxshi. Bu yerdan tepadan ham kошелёкcha rasmi bor. Kошелёкchaga bosib ham qaysi shotni tanlab pul kirgizib, mana пополнить desangiz pulni to'ldirasiz, вывести qilsangiz pulni chiqarasiz. Bu yerdan ham qilsa bo'ladi. Yana еще degan joyda ham bor. Pastga tushamiz. Pul to'ldirish degan joy bor mana. Pul kirgizish degan joy bor. Hozir ozgina trade qilamiz u. Masalan, populyarniy degan joyda bu gold USD tillo hisoblanadi. Faqat shu bilan bitcoin ishlayman. Bo'ldi. Bu yerda hozir goldga kiramiz. Ikkita joy bor tugmasi. Продать degan joy bor, купить degan joy bor. Продать bo'lsa pastga ketadi, купить desa tepaga ketadi. Buy sell degani. Bu yerda order в один klikni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, har doim bitta bosganingizda 001 shuni to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Hozir biz ozgina bu yerda tushunib olamiz. Откат berish kerak. Kutamiz. Откат berdi, sellga kirdik. Bu yerda tepada balansimizni ko'rsatadi. Mana 0.69 bo'lib turibdi. Qancha bu tepaga ketsa, shuncha hisobimizda minusga ketadi. Tepaga откат bergan vaqtda yana bitta ochib oldik. Страховка qilamiz. Kutib turamiz. Hozir qaytib keladi. Minus 1.76 hozircha. Mana bittasi уже plusga kirdi, общий balansimiz plusga kirdi. $2 plusdamiz. $3 почти yopib yubordik. Mana akalar, trade qilib bo'ldik. Shunaqa trade qiladi. Masalan, pastga tushishiga продать, купить qilishiga tepaga. Bu yerdan oldin tepada zonamiz bor edi, ikkita zonamiz. Support bilan resistance ICT'ni ishlatgan holda ishlab olgan pulimizni endi vывод qilamiz, pulni chiqaramiz. Bu yerdan вывести ikkinchisiga bosamiz. Kartam oldin ulangani uchun Visa kartamni bank kartasiga bosamiz. Mana kartam ulangan. Minimal $15 chiqarsa bo'ladi. Hozir $23.90 bor. Bitta akkauntimizni zaprositni bosamiz. Nechta pul chiqarmoqchi bo'lsangiz, zaprosit qilamiz. Bo'ldi. Ko'rib chiqdik deyapti. Kartaga tashlab beradi bir 5 minut, 4 minut ichida. Keyin qanday qilib savdo qilamiz, qanday tepaga ketishini bilamiz, qanday qilib pastga ketishini bilamiz. Shu narsani tushunmaydiganlar uchun hozir kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Strategiya videolar kanalimizda bor. Mana akalar, Telegram kanal bor. Pulli kurslarni bepul tashlab beramiz. Bu yerda mana. Oxirgi chiqqan videomda mana YouTube'ga qo'yganman. Strategiya, o'zim ishlaydigan strategiyani video qilib chiqarganman.